sochlarni o'stirib, qalinlashtirib beradigan, soch to'kilishini oldini oladigan uy sharoitida arzongina mahsulotlardan bo'lgan soch maskasini o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga qora sedana yog'i, achchiq bodom yog'i, olivka yog'i, xohishga ko'ra mumyo kerak bo'ladi. O'zi mumyo solmasanglar ham bo'ladi. Mana shu narsalardan foydalanib, soch uchun maska tayyorlashni o'rgataman. Ozgina miqdorda o'rgatyapman. Xohlasanglar ko'proq tayyorlab qo'yib, har doim foydalansanglar bo'ladi. Haftasiga 2 marta foydalaniladi. Shunaqa videoda ko'rib turganingizdek, hamma yog'lardan ozgina miqdorda teng, ya'ni qora sedana yog'idan 2 osh qoshiq solsangiz, achchiq bodomdan ham xuddi shunaqa solinadi. Uchala yog'lar solinadi. Oxirida xohishga ko'ra 5 dona mumyoni sovarsanglar bo'ladi. Men solmadim. Shundoq ham effekti zo'r bo'ladi. Buni sochlarni o'stiradi, qalinlashtirib beradi, to'kilishini oldini oladi. Albatta foydalanib ko'ringlar. Maska qilishga erinadiganlar uchun tayyor shunaqa naturalniy naborlarim bor. Bemalol xarid qilib o'zingizlar ishlatsanglar bo'ladi. Naborimda soch uchun shampun, soch uchun sprey va soch maskasi bo'ladi. Bu nabor 2 yoshdan boshlab hamma foydalansa bo'ladi. Bonus tariqasida soch uchun massajniy taroq ham qo'shib beriladi. Kimga kerak bo'lsa shunaqa naturalniy mahsulotlar bemalol menga yozishingiz mumkin. Hamma joyga dostavka xizmatlari bor.